Assalomu alaykum hurmatli hamkor mijozlar va biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan hurmatli obunachilarimiz. Biz bugun Andijon viloyati Buloqboshi tumanidamiz. Bu zakasimiz YouTubedan olinmagan, sexdan ham olinmagan. Bu zakasimizning egasi bir paytlar bizda shogird bo'lgan. 2015 va hali 2016-yillar Andijonda Buloqboshida ishlayotganimizda bizga shogird tushgan bolalardan. Ismlari Murodjon. Xo'p, bu o'rtog'imiznikiga shunaqa uyni oldi ayvonni to'sib berganmiz. 257 ga balandligi 180. Xo'p. Asosiy metraji 260 ga 270. 126 ga 180. Bir qator ko'rsatib obzorini qilib berib o'tib ketaman. Xo'p, profilimiz Akfa alyuminiy Aldox 1 da. Aynaklari bir qavat yo'diviy solingan, pastini arka fonda to'sib berganmiz. Ruchka zamonlarimiz Graf firmasiga tegishli. Ochilib yopilishlarini ko'rishingiz mumkin. O'ta ham 5 shuqunlik bo'ladi. Xo'p, rezinkalari Graf bosma rezinasidan. Xo'sh, birinchi romimiz ikkita ko'zlik, bir tomoni ochiladigan bo'lgan. Ochilishi ichkariga o'ng tomonga bo'lgan, podgonnigi fonni full holatda bo'lgan. Xo'p, romimiz eshigimiz metraj hisobida bo'lgan, o'rtasiga 1.30 lik ikki qanotli eshik joylashtirib berganmiz. Ichkariga o'ng qo'l tomonga ochiladigan bo'lgan. Bu romimizda ham to'rtta ko'zlik qilib bir tomondan ochiladigan qilib berganmiz, podgonnilargacha qo'yilgan. Fonni full holatda bitgan. Aytaylik, imonni mash teraskamiz, bir qavat yo'diviy aynaga, tagar, kafon kelib o'rnashi hamma yo'g'i bilan 9,5 million so'mga tushadi. Faqat bu klientimiz aytayapman, o'zimizdan bo'lganligi uchun bir paytlar o'zimizda ishlagan, bizdan yaqin qadrdonimiz shuni hisobiga ancha chegirma qilib berdik. Xudo xohlasa ishlarni olib kelib, o'rnatib, tugatib berdik. Quboy Akfa bilan qoling, Quboy Akfa doimo sizlar bilan joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.